Assalomu alaykum darvozachi bolalar kanali kuzatuvchilari. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan darvozamiz high-tech shtampovka qora nержавейка yopishtirilgan darvozamiz. Darvozamiz ideal va chiroyli chiqqani uchun yana bir qator sizlarga ko'rsatib, narxlar bilan tanishtirib, materiallar bilan tanishtirib chiqmoqchimiz. Xo'p, darvozamiz tagi qismi 8 ta shivillerda bo'lgan. Yondorlari 8 ga 6, 1.3 qalinlikda. Tevalari 8 ga 4, 1.3 qalinlikda. Ichiga ishlatilgan 6 ga 4 profillarimiz 1.2 qalinlikda mustahkam. Hop, bunga ishlatilgan listlarimiz ham 1.3 qalinlikda. Hop, o'rtadagi katta ko'zi ham 1.3 qalinlikda, eshik kalatlari ham 1.3 qalinlikda qilib tayyorlangan. Darvozamizning tahiya qismi gulli qilib, skvoznoy qilib, havo o'tib turish uchun chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Hop, darvozamizning kraskalari toza devo kraska. Kraskalari ko'chib ketmasligiga, zanglab ketmasligiga 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini beramiz. Darvozamizning laki matviy holatda sapilgan. Matviy lak, o'zlaringiz bilasizlar, yaltiroq lakka qaraganda darvozamiz sal bo'g'roq, skromniyroq turadi. Darvozamizga chiroyli qilib ruchkalar qo'yib berilgan, katta qanotli ochib yopilish uchun. Hop, bu darvozamiz kalitkasi katta, chekkada qilib tayyorlangan. O'rnatganimizdan keyin bu darvozamizga chiroyli qilib rossiyskiy zubr zamoylardan qo'yib beramiz. Hop, darvozamizning 1 metr kvadrati vodiy ichiga ham, vohaga ham, Toshkentga ham, O'zbekiston bo'ylab 1 metr kvadratini 650 ming so'mdan qalin holatda qilib tayyorlab beramiz. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin.